Mashinaning ichida bola qolib ketgan. Xullas, kun juda ham issiq. Kassirlar o'chib mashinani dedi. Voqea bola terlab ketdi o'zi. Dimiqib qolyapti. Iltimos, qo'lingizdan kelgancha tez keling deganlariga surib ketyapmiz. Xudo xolos borib tez mashinalarni ochib, yosh bolachani xudo xolos xalos qilamiz mashinaning ichidan. Ay bismillah. Sizni mashinangizmi aka? Chiqing, chiqa oling aka. Mashina unga. Ana bu. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Voy, o'tiribdi-yu. Alisa. Kezacha, Rossiya qilib tashlabdi-yu. Qo'yib. Sho'g'al. Bo'l. Kesin tashladim. Bismillah. Bo'l. Qo'y. Qani abi. Ya, qo'yavering aka. Yo'q. Ya, biz bilasiz, tekin aka. Bizga tekin aka. Aka, bolalaringizga shirinlik olib berish bo'ldi. Gilamnisi bola chopmasa, aka. Aka, pul kerak emas, olmayman. Aka, realni olmayman. Aka, unaqa hech qanday bola qolib ketsa, umuman pul olmayman. Umuman pul olmayman, aka. Aka, men umuman pul olmayman dedim. Aka, realni aytaman, qo'ying bo'ldi. Men umuman pul olmayman dedim. Mashinada bola qolib ketsa, umuman pul olmayman, aka. To'g'ri tushunasiz? Ya, joningiz sog' bo'lsin, aka, bo'ldi. Bolangizni shirinlik olib bering. Aka, qo'ying, kerak emas. Joningiz sog' bo'lsin. Buni yo'q, aka. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi video ko'rishinglar aka. Xizmat bo'lsin, aloqadamiz aka. Charchamang, salomat bo'ling. Ilohim, aytganingiz kelsin, duo qilib qo'ysangiz bo'ldi aka. Salomat bo'ling. Xavf. Doim unaqa bo'lmasin, nobodogi bo'lib qoladigan bo'lsa, 24 ga aloqadamiz. Podpislashib kuzatinglar, chunki mana shunaqa paytda sizlarga bo'lmasa ham yoningizda o'tib ketayotgan paytinglarda kimdir mashinasi qulflanib qolgan, ichida bola qolib ketgan bo'lsa, mana shu bolaga podpislashgan edi deb esingizga keladi sirazi. Menga telefon qilib, bitta odamni mushkulini yengil qilasizlar, inshaalloh, xudo xolasa. 24 ga aloqadamiz. Shahar bo'yicha 15 minutda, 20 minut ichida yetib boramiz. Uzog'i borsa, butun shaharda bolalarimiz bor, xudo xolasa, tez-tez borib ishlarni hal qilib berishadi.